Maksadım ne ediyor, muradım nima? Şeyh Murat'ın kolundan rap aytış neçik keledi? Six time var mı? Burashyan bo'ladi. Bu problem hech qachon yechilmaydi. Yig'lali. Challa bosdim yo'l, akapon, duoda qo'li yoqmaydi hozir negativ tonim. Neçik bir portlash yangilik ko'ramiz sizdan shu yaqin kattalikda. Maqsadim gulishadi ham aytib ber ha. Esla men yozib berganman rep qo'shiqlarni, Esilbeyna bak men yozib berganman mesela. Ben qo'shiq ayta olmasam kerak deganman. Bobur odash tutdi. Limala limana na 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 na. Bergan o'zgaryapti. Bergan o'zgaryapti. Quloq bosadi. U odam 45 yaşında, tushunibmisan? Bu sen bilan meni ko'rolmaydi u. Sultanlar kollarında pistolet, Amsterdam'dan internet. Assalomu alaykum. Buratim. Sağlık güzel. Yalan komandasına. Yani YouTube ko'rsatma aytdim size. Ha. Doğru mu? Yadımda. Siz hozir ne beraman, bit beraman. Do'stlar, Xorazm Rap'ni rivojlantiramiz, boshqa ketdik o'zi. Xorazm Rap'ni rivojlantiramiz, blogerlar ham, meni hammadan endi Shixborz. Endi axir siz ham hayotda ko'p narsani ko'rib qo'ydingiz, to'g'rimi? Siz ham bir rep aytasiz. Yaxshi, men ko'p narsani ko'rib qo'ydim, lekin sen rep aytasiz demeding-ku menga? Aytdim-ku, qo'shiq aytasiz, tekst yozasiz so'zingizda. Hozir buguncha Şeyh Murat ama ko'rib tek bit berib ketaman men sizga. O'zingiz tekst yozib, qo'shiq aytib, 2 kundan keyinmi, 3 kundan keyinmi studiyaga borib zapis etib, keyin Men qo'shiq aytaman. Yo'q. Tamamdır. Stop berishing. Ko'rsat. Kıstanma. Minusi nashinaga dardliroq. Yuvarka. Mana Şeyh Makan. Ye, seni gözlerin boshqacha, meni nalarim uchun. Azı farkı bo'lmayapti. Ku so'ygin, men aytaverasan. İlaç bo'lsa so'kmaningiz yaxshi. Evet, bo'ldi. Yine işi bitsiz ağa, xudo xolasa, o'zingiz bir telefon aytasiz, uka tayyor deysiz, studiyaga boramiz, to'g'ri zapis etib tashlaymiz. Daha xalqqa eshittiramiz ki Şeyh Murat'ın qo'lidan rep aytish neçik keladi ekan. Yana Amonboy zapis etib qolar. Qani adrenalingizlar. Şu zapis etib. Sen zapis etsem. Abi o'zim ishchiman keyin. Bir şey yapram. Ağa, momshil. Oynatma. Olmamışsın mıydı? Taza başladı. Bir zapis etadi, CD'ni o'zim aytaman. Ha. Keyin xalqqa eshittiram. Inash kanalımda, Bobur Nurmetov Inash kanalda premyerasi ham chiqadi. Tutturunga şu ilacı var şu bola kollab quvvatlab engla yangarıqda mengni o'zi rayonli bola lekin yurakimda o'toba ishimanda. O'sha men chiqqanman boshda birinchi bular ham yo'q edi. Shogirdlar bilan emas, yangarıqdan kelib chiqqanman. Şu yangarıqlar emas, bir xilmi deyman, sendan ham Sen hamida hech qanday. Yo'q, tanag'am. Men ertangadan yozib bo'lsam, Erta yozib bo'lsangiz hozir ya. Freestyle çekmişsin. yozdirsam tushib oladi. Yazdırsanız ham bo'ladi. Bir gün. Ağa repda o'zi. Bir haftada mı yazalım ben? Yo'q, lekin ağa repda o'zi osonmi, o'zingizni ichingizda bo'lib turgan narsalarni chiqarish kerakdan minusi. Sen kamchilik yozsa netmiysan, onda etmaysizlar. Üstümden gülüp. Zo'r chiqadi, xudo xolasa, zo'r etmishimiz. Sen ben üstümden gülen yankı. Addush. Lekin ya ota hali o'g'li zo'r bo'ladi deyamasam. Assalomu alaykum, yana bir marta jigarlar Şeyh Murat'a telefon etdi. Mana tekstni yozib bo'ldim dedi. Xudo xolasa, hozir syomka etib, shu syomka jarayonlanib, nega so'z bo'ladi studiyada nishab, ne zapis etadilar, qo'shiq nishab aytadi, hammasini ko'rib borasizlar. Hozir uyga yetib boramiz. Ofisda ham studiya bor, lekin Şeyh Murat'ankini uyda o'zim avvalgi nostalgiya studiyani yoqib, endi sal chang-pang bo'lib qolgan. Ko'p bo'ldi yoqib ishlatilmagan, lekin yoqib ana shuni ishlatamiz hozir. Şeyh Murat'a qo'shiqni ayttiramiz. Endi dum yomon tekst yozdim, karepdan chiqib ket, vag'ir tashladi, endi ko'ramiz. Uni ham Şeyh Murat bilan ham bir operator ketgan, ular ham yo'lda endi bir narsada maqtanib patirladi, endi o'zlaricha dum yomon yoz ko'pman, bo'l ko'pman. Ben qo'shiq ayta olmasam kerak deganman. Bobur odash tutdi. Men doğrumda dum. She'rlarga yozdim. She'r yozildi. Dan qani bile. İş xalq bak yomon yuradi men üstümden bak u. İşte video çıkkandan keyin canavingda. Gulgan yankıda ko'pmi ayting. Lekin men qachondir o'zimni konsertime taklif etaman hammani. Xudo xolasa, qo'shiq aytamandan. Nechun desa hammasi qo'shiq aytib berdi. Tushunibmizda? Hamma. Ne taşıman, ne unni, let's go. Ko'ramiz. Shuni bu ko'rsatuv orqali repa qiziqib yurgan blogerlarga rep aytib ko'rjakman-da. Birinchi soni. Repa qiziqib yurgan blogerlar ham rep aytib ko'rjakman. Nechik bo'ladi ekan? Men bilaman, Şeyh Murat avvaldan o'zi bir marta studiyaga kelib rep ham aytsak bo'lgan. Lekin nechik bir sabablarga ko'ra yozolmay qolganmiz. Endi ko'ramiz.
O'zim yozdim, bo'lib tashladim, yirtib tashladim. Mek deb tashladi. Endi ko'ramiz hozir. Maqsadim ne edi, muradim nima? O'zga bo'lib chiqdim men mingan kema, atrofim orzularga zid bo'lib ketdi. Do'stim sen mendan ketdin dema. Tushundingmi uka? Limana limana na 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 na. Yolg'ondir sevgidan asilgan so'zlar. Qiynalib sevganim ruhim bilmadi. Kechalari tahajjud o'qigan ko'zlar bugun seni visolingni ko'rmay yig'ladi uka. Limana. Xotirani aytsam YouTube blog oladi aslan, YouTube blogu. Janob. Xotiralarni ko'p qo'lda aytmadim. Odamlar onda qoldi. Kim aytdi? Uni boku. Uni odamlar yomoshlar orqasidan ham yozdirib berdilar, tushundingmi? Samarqand degan taraflarda. Xotiralar bo'lmasa tun ham go'zal aslida. U kunlarni qoldirdim, xotiralar asrida sen kelgan kuningdan ketganing og'riqlidir. Qayerda deb so'rasalar deyman qalbim qatrida. Limana. Boburni o'ynab o'tiramiz. Xudo xolasa, hozir Boburga tushuntiraman hozir borib, to'g'ri. Repni tichkolashini kim repni xato aytib tutdim, o'zim to'g'ri ochib tashlaman shuda. Esla men yozib berganman rep qo'shiqlarni, Esilbeyna bak men yozib berganman mesela. Sizlar jildimizlar, aman bir o'zing rep ayta olmaydi. Bejarsizmi, Esil yozmanman men. Ertaga urushga ketmadim. Eng qiziqli joy boku, eng qiziqli joy. Bobur yo'q, tushundingmi? O ya, Omonboydan ham birashcha bo'lgan narxli. Osh yozadi deydi. U nega yozishim mumkin? Men maqtan deb, maqtashim mumkin uni. Shunday bezagas edishim Omonboy yaxshi bo'ladi birashcha. Bu xudo qarasa sensatsiya bo'ladi, men qo'shiq aytaman do'stlar. Kim u toza chiqqan reper? Kim sizmi rep aytsak? Magara? Maga. Hang. Avu six time bormi? Birashcham bo'ladi. Bratsham. XX seksiyon boku. Bratsham ketdi. XX seksiyondan ismi? Seksiyoni. Teksta joy jannatdan bo'lsin. Yaxshi odam bo'lgan. Tupak boku, tupak. Tupak, Jiyan edi, jiyan. Tupak jiyan bo'lsiz. Ava. Six time birashcha. Snapdog bratsh. Snapdog bratshga aytding. Snapdog birashcha emas, родной bo'l. Snapdog bilan biz birga o'tirib choy ichganmiz. Sen aytma lekinma. Zarsdan navani bola bo'lmas. Men hozir sal yemindiribman bir zamondan kelaman. Yaxshi, bar. Hurmatli do'stlar, yana bugun biz studiyaga keldik. Shehmurat ham qo'shiqni yozib bo'ldim dedi. Yozib bo'ldingizmi? Yozib bo'ldik. Kim bilan? Birashcha. Men o'zim yozib bilmayman uka. So'zlarini ozgina. Baxribayt. Mana Shahzoda ozod. Gulma degan qo'shiq. Gulma? Davay. Men ustimdan gulma. Gulgan yangi. Davay. Bir she'rini yaxshi. Keyin repni aytaveramiz-ku, she'rini. Kutma. O'zgarishimni kutma. Bo'ldi, azatganda bilasan, aka? Yo, bir eshitali, birovni dardlatib ayting, bir moshni ne qo'yib turib, tena musiqa rubrikasiga. O'zgarmasak o'zgarmaydi. Aqlli odam kechirmaydi. Yaxshisi har kimga yetinmaydi. Bu problemalar hech qachon yechilmaydi. Yig'loli. Samay. Shik reper. Ishanda yomon men bo'lib bitadi ishim ham jayinda. Bobur tezminkan men. Az bilding noban. Prosto uydan yozsang bilasan noban. Qay qo'l cho'zat qoldingizmi? Undatdim sen. Undatdim. Qarab qoldim bo'ldi, shu bo'ldi. Biroqlar aytaladimi, mana Shehmuratlar salom berilmaydi. Aga izlashdi. Aga iltimos ish reklama chiqtasan. Men uzatmani bo'lmaydi bular. Yo'qataman, hammasi ketadi og'a. Uji ko'tarilmaydi tuqlar, uji rezultat yo'q bo'ladi. Pulsizlik, tubsizlik. Просто pika dikib yo'qataman. O'zim ishab qolamandan. Asa do'stlar, ko'raveramiz, eshitaveramiz, sizlarga rezultatini ham. Bir ikki savollarga qilsangiz yechib beramiz. Ha, bo'ldi. Ketdik. Lekin meni birinchi marta qo'shiq aytdim, ish gulyanni o'zimni Uyingga borib, uyingga borib o'zim topib ham menga kommentdan qo'shiq aytib bersangiz, barcha aytaman. So'kingandan qo'shiladi. So'kingandan buyin emas. Siz yaxshi inson, sizning boshingizga yaxshi emas. Shunda. Tug'ilmasangiz yaxshi bo'ladi. Bu kim bu? bilan ko'cha ko'rmayapmiz, yana
Inde bak tamam gara bine. Şuna çiçek da, buna çiçek tamam. Oldu. Ben inde tövriyelim. Yo, men kola delliydi da, şunu uyalama yona hiç taşanmadı. Şimdi şunu mine tutturdu da. Bile tupik, Bobur tupik yer. Tupik tavsiye gitti. O men amat yazıp bakayımız işini yüzümüz yarık bolsun. Kuda kalasa yanma edip istiqlada konsert vereyim. Şık Borz'da rap konserti. What? Üzüme İstiklal, Huma deng. Tasavvur. Huma da ya. Bir kasım çorumda çıkıp yapmayın ağzını negatif. yetişecek. Go. Birinci Katar'da Xorazm yıldızlar oturdu. Davay. Çabuk çalıp oturttu. Apam yığılıp otur. Olala. Onu 2 sol toplular kollarında bizde. Avtomat. İçi buket gül yerin. Vale. Zapis Babur gel ben yimlem merce bir şey diye koşturdu. Laranım şık bozun içindir şimdi. Mikrofona. Ben virüs yetiştir. Reels görüyorum. Git. Allah mikrofona karab gepleyin lan. Mikrofona karab mı ya? Ava bana emez. Gülme. Çallı bastım yol 2 puan. Oo avaz pis. Dımen az tırtı. Avazım yaman mı? Ha dım gitti. Ha şöyle şimdi izle. Ben size görsün duramam da var. Başından koy. Ha. Yo Ben avazımı iştiriverse Ha, gelmiş. Briştin yapsın. Bas bas ha. Ağa iştiverin başta. İçtin mısın? Kara yesin yemezsen ya o böyle zor çıktı der düşündün mü? Bu sen Matias'a düşük yeter. Hı? Yaman çıktı da. Serios. Aytolmadım ben de tutmuza. Yok ya, serios. Özü Yani okula kız baku. İş tursku. İştinme de ama. Hao. Karo çıkırkamızdaki yankayını tolu götü getiren şey var. Yettik. Hazır. Çallı bastım yol 2 puan doğada kolu yakmaydı haz negatif tonun. Gülme. Çallı bastım yol 2 puan doğada kolu yakmaydı haz negatif tonun. Yaxşı yamana toradım rolam yaxşı yoki almaşlap son bile. Çallı bastım yol 2 puan doğada kolu yakmaydı haz negatif tonun. Ba. Bir sahne et. Yine bir yazam şundanam. Özgərməyəcək, gözgərməydi, akıllı adam geçirməydi, yaxşı xərkəmə yetsinməydi, bu problemin yetsilməydi. Bamadı. Şunu ötsel ağa, joskileşin. Nereye necnisiz? Joski, Şık Murat. Yaxşı jostki olacaq, mən eşitib verəyəm avazım, özüm xatam doğrula verəməm. Özgərməyəcək, akıllı adam geçirməydi, yaxşı xərkəmə yetsinməydi, bu problemin yetsilməydi. Aşını. Özgərməyəcək, akıllı adam geçirməydi, yaxşı xərkəmə yetsinməydi, bu problemin yetsilməydi. Babı, yamay tamam mən qoştum. Ağay, boksa var gamız? Yok. No Futbol var. sporttan no. Futbol. Kur futbol. Oynaptınız ki futbol. Ha? 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 Yüz uğruş cancalan hiç. Ya ben oratar mı? Serios değil. İkinci ligada oynayamam mı? Şu Casillas ben kumiyorum boyunca. Uğruştan hiç sözü. Vuruşta ben vuruşmam var. Onun biz de zotlar leci. Pendime mekkan var gözüde. Şu tek geldin mi tamam. Uyda cay yok sadece. Oldu. Köşeden tek kesin tamam. Uyda cay yok. Erkek adam mı? Bir kız bızadı. Bir arak bızadı. Oldu. 100%. 100%. Конечно, obuz olmaydı. Sözü pul köp bu kesin. Erkek kişinin pulu çok bozan becerişe erkek kişi. Plus köp mü? O milyarderini bolaz kepetse hiç zəlik indi bir kepet dediler. Plus köp mü? Benim yok. Dımamın çalmaz. Te yüzden jetedi ku. Zakonnik pul. Çasan pul tapas buraydı. Ağzıdım öyle. Dım. Sıla bileşten. O dım. Bilengenden ki lezleştiyiz az gana. Ben özüm ama. Lezleştiyiz. Ben yok mu? İndi iş koştan genç kama kola kadar. Ağay. Çasan pul tapas buraydı. Pikin çabuğan şu cillenip kudurgat. 7.000. 7.000 dolar. Piki Bir boldu. ayda var. Buraydı 7.000. İyi öldüm diyende sıla bisinin. Slavici iş ayına. Neçe boldu? Hiç ne tapmadım ben. Ya bir tim pul tapmadım. Rıtını tapmadım. Şunda bizden kar kıyın ku. Doğru. Şunun için türşek İş ayına ahırmazı. Bir tane reklama koymadım Platini. Sizler ya blogerlere ki blogerler Aa, zaten. yo, iş ayına bir tane reklama koymadım. Ya nelerim ba? Evet. Ya dagor ba? Lekin Şimdi ne yok? Elde ne koysuz 30 bin 40 bin Aa, dolarlar. yok ya 30 bin. Kim ne? 30 bin 40 bin. Kim 30 bin 40 bin alır. Xorazm medyasını şatışkek de olis. Xorazm medyasını hiç atıp koymaydı. Barganca barışık Xorazm medyası. Hiç okırık vakti dım blogerlere daşlatırıp yaptı içana ver. Şunu atılıp tuttu. Morzu ustara sezilmezdi ki mümkün. Bana yaman sezilip bitti bak o. Av bırak çattı. Kaysa bırak. Yani bir gibi o bir nese vuruş getip bir nese tükürüstlek o. Ha yakında. Ne o yakın. Ha o onun depti. Kim birinci çıktı. Ya çoktur biri etti. Yani birini etti de. Bilgi ya Somsacan'ın açılışında ben teklif ettim. Bunda kalk tıpayt koydu bilgi. Ava iyice sıkıttı bana. Ya ne da baytaladığına. Sarkazm. Ava sarkazm tipajında iyice sıkıttı. O seriyozunu yaptırıp
Yo'q, ejashgan takdirimdan mendan chiqqan bloger yo'q hali boshda. Men YouTube'ni aytib turganimcha, biz Instagramni aytdik. Birinchi o'chakda Instagram blogerini. YouTube'da ya molni borib, mol bozoriga borib YouTube'ga qo'yib, mashin bozoriga borib mashin qo'ygan, u blogerga kirmaydi u. U o'zini ishini aytib bitdi u. Ya mashin sotib, pul ishcha bitdi, mol sotib, pul ishida oshna bitdi. Blogerlikka kirmaydi u. U biroz so'zlab chiqib. Ne просто odamlar yakmaydi-dan, u odam 45 yaşında, tushunibmisan? Bu sen bilan meni ko'rolmaydi u. Sen 25 yaşında trekka tursa, o'zingni shaxsiy kisangdagi pulingga u odam o'tiribdi uyingda bilan, tushunibmisan? 45 yaşında. Osh yakmaydi unga. Shu vaqtda chiqarib atdi hamma gapini. Lexus necha so'm oldingiz? Lexusni 35 Tozasini. 35 ming dollar. Da. Hayizlar. Avvalgisi Avvalgisi 15,5 ming amma. 15,5 ming. Ay, Lexus'ni sotamaysiz-ku, arkasini boshdagiini. Boshdagi. Ha. Ya, ne, svet o'zgargani. Bergan o'zgaryapti. Bergan o'zgartirib Ichi sveti. qolsa. Aytdim-man, aytaman. Xorazmda siz eng yaxshi ko'rgan blogeringiz nechi kontentini qo'llab-quvvatlaydi? Ish bola zo'r botir, davay bos deydi. Hammasi. Hammaga qaslama, seriyo'smi? To'g'risini aytaymi hozir? Uylandim-ku. Men uylanganimdan keyin bilmayman, komfort zonaga tushib qoldimmi, men hech narsa yoqmay qoldi, короче. Uylanganimga yoshinim bo'ldi men. Ya stressga tushdimmi men bilan nechikdir. Hech narsa kelmay qoldi men. Короче, qo'li sovdi. Ava, boshlayman. Bir ishni boshlab beraman, 2-3 kun zo'r bo'lib turadidan keyin yana shu. Tupiga yirik men o'ylanib. Biznes etish plan yo'qmi? Biznes etish plan bor shu yil, xudo xolasa. Shu yil. Bu yil etamiz, nima bo'lsam. Bloger bo'lishdan maqsad bor kerak, tushundingmi? Endi men maqsadim bor, birdan olsang 8 da turib icha bormasdik, bo'ldi. Men maqsadim shu bor. Men pul topishga qiziqmanmi? Men o xizog'ida ham bolan hayot yakkanman. Bunga yetib turib rasmga tushadi deyishlar odamlarni, tushundingmi? Qachondir biz ham shunday mashina o'tirib pul qo'yamiz meganda. Hozir havosinda boshqa. Umid bormi ana shunday mashinalardan shunday avtomobil? Ha, ne, umid yo'q. Bo'yalang. Halaldan hammasi. Nechik bir portlash yangilik ko'ramiz sizdan shu yaqin 2 haftalikda. Voy. Undan portlash yo'q lekin. Xorazm repda legenda kim? Asl. Keyingi qo'shiqlarimdan biri eshittiramiz siz, xudo xolasa, ko'rasiz. Sen do'st ana beketda alashtiramiz ha. Alashtirmaysiz. Maqtanasan. Do'st. Yomon chiqqan, ko'pra. Do'st ikkini eshitdingizmi? Yo'q, do'st ikkinchi. Do'st ikkini ham chiqaraman, xudo xolasa. Eshitdingizmi? Nodan chiqqan qo'shiqni-chi eshitdingiz? Sizga tuning eshittirmadimmi axir? Eshittiring yo'q axir. Menga o toza qo'shiqni eshittirding tuning. Men oylan ish qo'shqim 100% oylan ketadi deb chiqarganman, oylanmaydi. Aslida ham chamarta shunday bo'lgan. Ish qo'shq 100% hit bo'ladi deb aytadi, hit bo'lmaydi. Ya, prosta chiqarib berganlar oylan ketdi. 2 so'm topdi darim qo'llarında pistolet, Amsterdamdan borza etadi bu internet. Seriozli, rangingizni buzib ayting-la, rangingiz buzing. Yetdi. Amsterdamdan borza etdi internet. Seningning ko'rlar uchun aytiladi ishirib. Bo'ldi. Vaqtim yo'q, akaban doda kola yakmaydi hozir negativ tonim, yaxshi yomon to'ladim, rolim hozir ko'rmak yo'q. Oxirida eshittiramiz hozir Bakrada yenlanachal. Beda yana paqchol bo'ladi. Og'a, Babbo, sen ham boshda ayta olmaysan qo'shiq-ku. og'a birinchi aytganimdan bo'lib tashlaman inshaalloh. Maqsading gulishadi ham aytib ber, ha. Ovozini o'rtadan bo'yantirib qo'yaveramiz sizda gulib o'tirib. Og'a, qo'shiq nima yomon chiqib turibdi, gapimga javob. Yirtamali konsert aytgan vaqtim sen umuman aytmayman. Konsert aytgandim, biroq yana rep aytaman. Ikkimiz chaldik. Kur ovozni o'zini, kur ovozni. Ikkim topdi darim qo'llarimda pistolet. Yerda ashuna emassiz, ha? Ikki so'm topdi darim qo'llarimda pistolet. Og'a, ishida tutliq ishingizdan nima sabab bo'lib turibdi? Men bilmayman, axir men lug'atim to'g'ri kelmaydirgandim, o'zi men birinchi marta kelishim bunday yerlarga. Birinchisida tushdingiz-ku? Amsterdamdan borza etdi internet. Yana bir. Bile, og'a, doy. Dumyomon shikarni baby. Давай, дальше. Qiziq ish. Dım. Amsterdamdan borza etdi internet. Aldingdan naqqan suvni hazatib qadrini ayet. Voy, bile, Sheyxmurod, Indoneziya geldingiz, og'a. Seningning ko'rlar uchun aytiladi ishirib. Voy. Alo. Mina Sheyxporzning kuchi. Do'stlar, bilasizlar, mana shu ko'rsatuv syomkasi uchun biz reklama ko'p qidirdik. Bilasizlar, yolg'on emas, YouTube'a ko'rsatuv syomka etish oson emas, rasodlari ko'p. Lekin afsuski qiynaldik. Shu momentda qiynalib qisin turgan momentimizda Lego Game Zone Asadbek bizlarga xaloskordin chiqib kelib, uka davay ijodni bos, gazini bos, proyekt zo'r, o'zim qo'llab-quvvatlayman dedi. Hech qanday shartlasiz. Galpma kompyuterxonamni obzorat, xalqqa tushuntirib ko'rsat, uningning gap so'zlar yo'q. Shunchaki bizlarga pul o'tirib berdi. Og'asiga katta rahmat. Lego Game Zone eng zo'ri. Sizlar ko'rsatuvni ko'rishda davom etinglar, qo'shiqam ertang chiqadi. Ketdik. Hurmatli do'stlar, qo'shiqni yozdik. Nechta bo'ldi Sheyxmurod? Yomon bo'ldi.
Xudo xolasa premyera tez kunda. Qarın tarttır şəkəri. Panamızı bak varsa. Qoşuqda şunda əzətəsi sazı. İndi bu demo variant işlənməyən, heç etməyən azı sveji doğru mu? Ən üstündən çıxqanlı. İşləmiz Şixpors. Yaxşı. Yaxşı amana toladım. O qazı gökə almasam sonunu. Başa düşkən notdan görə. Hədə bu gözlə kütmə. Özgərməyəcək, söz adam geçinməyəcək. Yaxşılarım kimi geçinməyəcək. Bu problemim geçinməyəcək. Yaxşı. Geçinməyəcək. İşçilikten ki düşmedim ben bir adamı. Bugün dostlarını sıra kaldırmadım yanımda. Serginlerken ağırlıkla zor ederim bakın. Şuran bakır çesmiyor. Kaldırmalarımı veremem aileni sağlık. Ya yok okşamıyor. Bir kopya boladı. Şimdi beri sen zötüradon zaya bak kaldıracağım. Remont boladı az gana. Yani gitti he. Çık Murat. İkisi taptı derim kollarında pistolet. Borza etti internet. Hazretin kadrına yes. Aytalardı işleri. Yaman oldu ki burası şişe sen kimsen sanki? Abi bir taşak koysayız ha. Ha buldu. Rap endüstriye hoş gelipsiz. Sen git. Xorazm rap okuş yaptı. Dostlar, xudo xolasa ya audio variantini ham oddiy ishlatib ishlab, zakoniyatib. Kazan çaprasan. Bugun simple bilan bitiradigan bo'lsak, ertang chiqadi xudo xolasa. Ben bunu уже примерно etip başlayayım Instagram'da. Ertangdan boshlang, bir gün chiqaramiz. Qo'shiqni o'zi. Nakaratlı zaylanmıyor ama et. Özüm. Videolar ishlab. Xorazm rap ben kayıttım. Evvel bo'lganmiz. Ben azap veremem mi? Let's go. Bütün planeta. Kimden çıkasın? Oktagon. Zeng ver değil mi? Oktagon. Zeng ver. Şunda adılar kollarında pistolet. Amsterdam'da merkezde internet. Ecele yanmaz gibi hatta. Senin köle uçun. Aydılar işleri. Ezdik. Hayır. Shunday qilib biz qo'shiqni yakunladik do'stlar. No reklam mı bunda? Onu ahırda koyuveramiz. No reklam. Hali ishi duribsiz-ku, Lego. yonbosizda logolar turadi просто. Montazamalar qo'llanmasin. Bizani bu hozirgi bizning hamkorimiz bizlarga homiy bo'lib turibdi. Короче, sen davay, men shunday yaxshi niyat-ku biz hozir Xorazmda repni rivojlantirajakman-ku. Men buni ya Boshqani aytib qo'y, Shiham rahmat aytdi Abdushida. Abdusha, Alloh sog' bo'lsin. Lego Game Zone. Men qo'sh Aytarim. Rahmat aytib qo'ying, o'zi reklama zayi ketdi menimcha-da. Lego Game Zone. Lego Game Zone Neden rahmat bu? aytamiz. Og'a novda deding. Novda. Misol uchun Asadbek aytib turibdi. Короче, men uni reklamati video ishlab Lego Game Zone zo'rda obzor etishing shart emas deb turibdi. Просто o'zim chin ko'ngildan aytdim-da, tushundingizmi? Shu ya, davay sen poddi, men ina pul, davay sen poddi ishlatdim. Ömürbek adı. Asadbek. Asadbek, Ömürbek Ali dedim ben kellemem. Nurbekon ne to'xtasizlar. Asadbek adı duşu. Lego Game Zone'a boramayın. Men o'zim aytaman, reklam aytaman. Duşu. Ish qo'shqim tarqaysa, bagaj Lego Game Zone elini aytaman. Yetadi. Yaman. Asa do'stlar, qo'shiq уже YouTube kanaliga shu video qo'yilgan bo'lsa, ertangi kuni qo'shiqning premyerasi bo'ladi. Ertang girib turib, qo'shiqni kuzatib ishlashingiz mumkin. Yort taşımız uçtu. Shixpors atmayib keting, Da, let's go.